35 million ichida bu ham ketadi-da. Optimaga 35 million deyilyaptimi? 35 million ichida bu ham bor-da, mana shunaqa katta gigant mol ham 35 million ichida ketaveradi. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, Vodiy Chorva kanali muxlislari, bizni kuzatib borayotgan, bizni qo'llab-quvvatlayotgan azizlar, mana bugun hafta kuniga yakshanba 11-yanvar 2026-yil. Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobodda joylashgan Zuhriddin akaning fermasidamiz. Bu yerda sizlar uchun sotiladigan Angus, Mickey Mouse, Greenfordlar yo'q, simentallar 3 xil, 4 xil zotga mansub mollar bor sotuvda. Kim qiziqsa, bemalol kelib, ko'rib, bular yashurdan davolanganlari. Yeb ichishlar hozir o'z joyiga kelib qolgan. Kimdir ishqibozi bo'ladi, ko'radi. Qiziqishga ko'rgani keladi. Lekin jasadi katta polvonlari ketdi. Qaranglar, bular turishini. Bu safar haligi kichkina mollar yo'q. Uji anchagina vesi bor. 500 kilo vesi bor. Bo'lmasa undan ham ko'p. 500 kilodan 700 kilogacha vesi borlar bor ekan bu yerda. Shunaqasini olaman, tonnaga olib chiqaman deganlar ham yoki qiynalmasdan boqaman, uje yemga tashlayman deganlar, yemlayman deganlariga ham tezda tayyor bo'ladigan gigant mollar ekan. Shunaqalari kerakmi? Mana bu yerda simentallar ham bor ekan. Simental ko'p emas, bir 3 ta ko'rdim. Mana bizonu qo'ng'iridan, g'urra boshidan mana. Shunaqasidan kerakmi qora akalar mana. Kim xohlaydi shunaqasidan? Bemalol aloqaga chiqishi mumkin. Eng yaxshi tarafi hozir yashur rivojlanib ketgan, anchagina xabaringlar bor. Bular yashurdan davolangan mollar ekan. Yashurdan chiqqan mollar ekan. Keyin xabaringlar bor, yashurdan chiqqan mol tez o'zgaradi. Ves olishi oson bo'ladi. Narxini ham hozir aytamiz. Narxi 27 milliondan 45 milliongacha deyishyapti. Endi 45 millionga qanaqa mol olaman desa, bu yerda eng gigantlarini oladi. Keyin bu aytilayotgan narxlar hammasi xayri bor. Aytamiz, kelib, ko'rib savdolashib olgan boshqa baribir. Chunki telefonda mol katta yoki kichik ko'rinib qolishi bor-da. Qop-qorasidan qaranglar, mana tonnaga vaqti qiynalmaydiganidan, tezda chiqadiganidan-da. Turishini qarang buni. Oyog'ida ozroq oqsalanish bor. Bu o'sha yashurda alomati. Bular uje yashurdan chiqqan deyiladi. Bilasizlar, yashur 2-3 kunda o'tib ketadigan kasallik emas. Uni asorati 1 oygacha bo'ladi. Oyog'ida qoladi, shu ozroq shu burni oqishi qoladi. Lekin licheniyalari qilinsa, o'sha 1 oyda o'tib ketadigan kasallik. Hozir yashurda o'ta kuchli emas, o'rtacha yengil shamoli bor. Men o'zim uydagi mollarimda ham ozroq ko'rilyapti, shu ikkovlar licheniyalar qilinyapti. Yashur ham bir shamollashdi, bir yuqumli variant. Sal asorati yomonroq o'tadi. Men o'zim bu soha bo'yicha doktor emasman, lekin bizni ham eshitganlarimiz, shu soha bo'yicha doktorlardan eshitgan gaplarimizni aytyapmiz sizlarga. Optimga 35 million xayri bor ekan. 35 ta mol bor bu yerda. Kelib Optimga olaman deganlar 35 millionning ichida mano ham ketadi. Masalan, mano ham ketadi-da. 35 millionning ichida hammasi ketadi. To'g'ri, kichkinalari ham bor. Mana 27 milliondan deganlariga kichkinalari ham bor. Lekin hammasini xayri bor. O'zi xayrsiz mol bo'lmaydi.
Molni o'zi xayrli. Chorvani o'zi xayrli. Endi shuning uchun xayri bor deyiladi. Kelib xayriga, barakasiga yana ozroq gaplashib, kelishtirib olishaveradi. Yerga yaqin variantlari ham bor ekan. Sizga bo'yidan ko'ra vesi baribir qiziq bo'ladi. Quyoshlar chiqib ketdi. Bahor kelganga o'xshayapti. Qo'ng'irdan turishini qarang. Oh, jonivor mana. Chiroyli mol ekanda. Mana yashurda alomatlari yurishida ozroq qoladi. 35 million ichida bu ham ketadi-da. Optimaga 35 million deyilyaptimi? 35 million ichida bu ham bor-da. Mana shunaqa katta gigant mol ham 35 million ichida ketaveradi. Optimaga olgan odam yutaveradi shuning uchun. 35 millionga masalan mana bu ham bor. 35 millionga bu ham bor. Qarang, jonivordi. Kattaligini qarang buni. Bo'ylari ham 1.25, 1.30 chiqadi. Lekin bu zotli mollarda yaxshi tarafi shuki, bular yuvosh bo'ladi-da. To'qol variantlari kelgan. Temboli to'qolni bilasizlar. Hech qanday ussa ham hali shoxlidan ko'ra kuchli o'smaydi-da, chunki baribir buni shoxi bo'lmaydi. Xavfsizroq har holda. Uyda kim qarashidan qat'iy nazar. Keyin bular bunaqa qo'rada baqilayotgan mollar yuvosh bo'ladi. Orasida ayollar qarasa ham yoki yosh bolalar bo'lsa ham ancha xavfsiz bo'ladi bu mollar. O'ta yuvosh bo'ladi. Tasavvur qiling, mesli mollarni shuncha vesi borlari qanaqa yomon bo'ladi. Bular unaqa bo'lmaydi-da, yuvosh bo'ladi. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqishsa, inshaalloh xayri bilan chiroyli qilib, yaxshi narx aytib savdolashib olishaveradi. Kanalni qo'llab-quvvatlashda, yaqinlarga jo'natishda davom etinglar akalar, ukalar, azizlar, hammanglar. Umuman shu kanalni kim qo'llab-quvvatlayapti? Shu insonlarga rahmat aytib qo'ymoqchiman va bizga ajratayotgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Chunki vaqt eng qadrli narsa, bizga ajratyapsizlar shu narsani. Biz bundan xursandmiz. Prosmotrlardan xursandmiz. Chunki bu ishni boshlagan inson uchun eng yaxshi narsa, eng zo'r motivatsiya prosmotr, like, podpiska. Shularning o'zi eng zo'r motivatsiya bo'lar ekanda. Shu motivatsiyani berayotganinglar uchun rahmat hammanglarga. Avvalambor bizni qo'llab-quvvatlayotganlarga, like bosib, tanishlarga jo'natib, motivatsiya berib, kommentariy yozayotganlarga uchun tashakkurlarimizni aytib qo'ymoqchimiz. Chunki biz sizlar uchun baribir, bu harakat hammasi sizlar uchun. Hech bo'lmasa sizlarga shu vodiyda sotilayotgan zotli mollarni narxi, savdosini ko'rsatib boryapmiz. Bu xizmatimizni oz bo'lsa-da, xizmatimizni ko'p bilib bizga poddeshka qilyapsizlar. Buning uchun sizlar uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Kim qiziqsa kelaveradi. Ko'raman degani ham kelaveradi. Buni ishqibozi ham bor-da. Shunchaki ko'raman deganiga majburlab mol sotish yo'q. Ko'rganga pul yo'q. Kelib ko'rib olaveradi bemalol. Lekin buni ko'rgan odam olishga bo'lgan ishtiyoqi oshib qoladi. Shu videoda ko'rayotganlarga kamida 35 ta shuncha bir qo'ramon nasib qilsin. Shuni boqishga sharoitlar bo'lishiga,
shuni boqishga ishtiyoqinglar, mablag'inglar bo'lishiga tilakdoshman. Kamida sizlarga ham 35 ta shuncha qo'radagi shuncha zotdormon tilab qolamiz. Alloh hammamizga nasib qilsin. Allohga oson baribir. Sog' bo'linglar.